Mana birinchi yo'limiz CD yo'li, ikkinchisi mana B yo'li. O'zi yerga chizib ham qo'yib qo'ygan. Mana shu xavfli burilishlarda hushyor bo'lishimiz kerak bo'ladi. O'ta hushyorlik bilan harakat qilamiz. Polni birov oling. Siplenan bosib oling, sekin-sekin, to'xtab bajaraverasiz. 2 minut vaqt beriladi. 2 minut ichida shu mashig'dan chiqib ketish kerak. Shoshilmay chiqish kerak. Svetoforga qarang, svetoforga. Svetofor ishorasi qizil ekanligi uchun rol burab sal oldiroqda to'xtadilar. Bunga 5 ball minus. Shu buragan holatda qolib ketmaslik kerak. Rolni qaytarib oling sekin-sekin ha. Agar buragan holatda qolib ketsangiz, mana yo'lakdan to'g'riga mana zinak turibdi. Siz o'ngga qarab ketib qolasiz, bu yoqqa qarab, temir yo'l kesishmas tarafga. Bu bo'lgan narsa.